asosiy xohish istakka kelar ekan. Ya'ni siz nimagadir noto'g'ri ishlatasizki pulni. Sizga kelmayapti pul. Qarang, o'z nom bilan ya'ni shunaqa energiyaga u mazza qilishga, qalb xohishiga kelyapti. Ya'ni siz qalbingizni eshitishingiz rosa muhim. Balkim qalbingiz o'sha onda, keladigan pulga birozda borib gul sotib olmoqchidir. Misol uchunda 4 ta gul sotib olib, kelib vazaga qo'yib, qarab, termilib o'tirmoqchidir. Shunga kelyapti pul-da. Lekin siz berasizmi? Gulniyam o'ziga o'zi sotib oladimi? Erim berar biror kun deysizda. Siz olib bermaysiz. Uni o'rniga 4 ta idish olib uyimga qo'yib qo'yay deysiz. Demak, qayerga yo'naltiryapsiz? Noto'g'ri joyga yo'naltiryapsiz pulni. Demak, siz qalbingizni xohishiga, istagiga, sizni mazza qilishingizga, o'sha gulga termilib mazza qilib o'tirishingiz kerakdir-da balkim. Lekin siz o'shanga bermayapsiz-da pulni. Siz umuman boshqa yo'nalishlarga yo'naltirib yuboryapsiz. Shunda pul kelmaydi. Pul yopiladi, blok bo'ladi. Nega? Chunki qalb aytadi: "Mani xohishimga pul keluvdi, mani xohish istagimni bu bajarmadi-da, boshqa joyga yo'naltirib yubordi" deydi. Yoki misol uchun bo'lishi mumkin, pul kelishi shu farzandlaringizni xohish istagiga kelgan bo'lishi mumkin sizga-da, siz uchun. Farzandlaringiz qayergadir borib dam olishiga, aylanishiga, ularni kiyimlariga, nimalargadir kelgan bo'lishi mumkin-da. Siz ularni xohishiga e'tibor qilmasdan, qaramadingizda, "Mani aytganim bo'ladi, mani gapim bo'ladi bu yerda, san nimaniyam bilarding" dedingizda, uni aytganini olib bermadingizda, pulni boshqa o'zingizni xarajatingizga yo'naltirib yubordingiz. Bo'ldi, bundayam pul bloklanadi jonlarim. Ya'ni harakat qilishingiz kerak, his qilib ko'rishingiz kerak. Sizga pul kelsa, siz qalbingizni xohishiga ishlatasizmi? Qalbingizni xohishlarini avvalambor, ya'ni qalbingizni xohishiga ishlatishdan oldin, siz qalbingizni xohishini his qilib olishingiz kerak. Ya'ni qalb bilan butunlay ulanib olishingiz kerak. Qalbingiz o'zi nimalarni xohlaydi? Biz ko'pincha qalbimizni xohishlarini adashtirib yuboramiz matritsaviy programmalarga. Inson ongida, misol, insonlar hammasi bir xil kiyim kiyadi, bilasizlarmi? Qanaqadir bitta kiyim chiqib qoldi, kimdir kiydida, hamma o'shandan kiyadi. Ya'ni bir xil kiyishni boshlaydi-da. Nega bir xil kiyinadi? Bundan ko'rasizda kimnidir ustida chiroyli turibdi-da, bo'ldi. "Men ham shuni olishim kerak, hozir olishim kerak" deysizda, borasizda olasiz. U sizni qalbingizni xohishi bo'lmagan bo'lishi mumkin-da. Ya'ni siz, birozda matritsa bergan programmani, boshqani realligini oldingizda qabul qilib oldingizda, siz o'shanga ishlatdingiz. Demak, u sizni balkim xohishingiz emasdir. Siz umuman boshqa narsa xohlagandirsiz. Balkim bitta qora ko'ylak chiquvdi, shu qora ko'ylakni oldingizda, siz o'zi aslida qip-qizil nimadir futbolka xohlagandirsizda. Siz o'shani bermadingizda, atrofdan, ya'ni atrofdagilar ko'rsatgan narsani maniki ham bo'laversin deb, ayniqsa ko'p bizda bor shu narsa, o'zimiz yaratgimiz kelmaydi. O'zimiz o'ylab, qidirib, yana his qilib ko'rgimiz kelmaydida. Bitta odam shundoq bersa, shundoq olib qo'ya qolamiz. Shunda olamizda uni kiyamiz, yana ishlatamiz. Hamma narsani o'sha tayyorini yaxshi ko'ramiz. Ya'ni bu qalbimizni xohishi emas. Demak, biz qalbimizni eshitmayapmiz.